Hammaga salom. Xo'p, xo'p. Boshlashdan oldin tushuntirmoqchiman. Sizlarga aytgandim, unda eshitmaganlar bo'lishi mumkin. Boshdan tushuntiraman. Diqqat bilan eshitinglar. Birinchi navbatda top 1% bu o'zini qayta uyg'otishni xohlaydigan, ya'ni aslida inson xohlaydi-ku boy bo'lishni, ilm olishni, zo'r bo'lishni. Shu uchun top 1% jamiyati tashkil qilingan. Bu O'zbekistonda birinchi bo'lib qilingan. Bu yerda nimalar o'rgatiladi degan savol. Bu yerda pul topishingiz uchun bog'liq bo'lgan, saviyangizni o'stirishingiz bilan bog'liq bo'lgan 10 dan ortiq soha o'rgatiladi. Ya'ni birdaniga emas, qo'shib boriladi. Va pul topish uchun o'sha biznes, trading, kriptovalyuta, undan tashqari affiliate marketing, e-commerce, искусственный intellekt, ya'ni sun'iy intellekt bilan ishlash, shular o'rgatiladi. Tajribali, professional, o'zi shu sohadan pul topib kelayotgan insonlar tomonidan. Uchinchidan, bu jamiyatga nima uchun qiymat belgilangan? Ya'ni $20 to'lov bor. Nima uchun? O'ylaysizki, men $20 bilan boy bo'lib qolamanmi? O'ylaysizki, men $20 ga zo'rman? Yo'q. Po fakti gapiramiz, erkakchasiga gaplashamiz. Mana hozir qarshingizda turibman-ku. Qarshingizda turibman. O'sha telefon bilan bo'lsa ham, ertaga qiyomatda ham turamiz qarshingizda. Bepul berdik bilimlarni. Hech kim qadrlamadi. Bepul berildi, qadrlanmadi. Endi tasavvur qiling. Hozir 30 dan ortiq xodim ishlayapti. Operator, hozir ana ustozlar dars olyapti. Hozir adminlar ishlayapti. IT mutaxassislari ishlayapti. 30 dan ortiq xodim ishlayapti. News bo'limi uchun отдельный, foydali bo'limi uchun отдельный, hamma bo'limlar uchun отдельный insonlar ishlayapti. Va shuncha mashaqqatni qilsak-ku, bepul qilib qo'ysak, men 100% bilaman, insonlar qadrlamaydi. Qadrlamaydi. Ya'ni qiymatsiz narsa qadrga ega bo'lmaydi. Agar bepul bermagan bo'lsam, men aytsam-ki, men bepul hayotimda bermaganman, bilmayman. Men bilaman, shu insonlar bepul narsani qadrlamaydi. O'sha uchun bular hammasi sizni jiddiyligingiz uchun, jiddiy bo'lishingiz uchun. Men yonimda dars beradiganlarim, ilm beradiganlarimni jiddiyligini ko'rmoqchiman. Shuncha harakat qilyapti, endi qaranglar. $20 ga nima beradi? Nima beradi $20 ga? Oddiy signal kanallar, Telegramdagi signal kanallar $20 emas. $20 nima u? Biza $20 ga nimalar beryapman bu yerda? O'zim dars beryapman, o'zim sizlarga. Shu xalqni o'ylash bo'lmasa, yana nima qilish kerak xalq uchun? Yana nima qilish kerak? Erkakcha gaplashaylik, nima qilish kerak? Borib uylaringizni supurib beraymi? Istamasangiz qo'shilmang, lekin gapirmang, что nima uchun pul qo'yapsiz? Qanday qilib biznesda, qanday qilib bepul ishlash mumkin? Bu birinchidan bepul qilib berdim, yana aytyapman. Qilib berdim, lekin qadriga yetmadingizlar. Yetmaganlar juda ham ko'p. Nima kerak? Ana hozir shuncha mehnat qilsangiz, shuncha pul sarflasangiz, shuncha vaqt, shuncha inson, shuncha kuch, insonlar qadrlamasa, ertaga o'zingizni o'rningizga, meni o'rnimga o'zingizni qo'yib ko'ring. O'zingizni qo'yib ko'ring, tushunasiz. Men minglab dollarlab narx qo'ymayapman sizga. Minglab dollarlab qo'yib atak qo'ysam bo'ladi. Fitness mutaxassisi kelib qatnashyapti bu yerda, kelib dars beryapti. AI mutaxassislari kelib dars beryapti. Video operatorlar, montajyorlar, IT mutaxassislari, qancha inson ishlayapti. O'zingiz savol bering o'zingizga. Agar shuni meni o'rnimda bo'lsangiz, bepul qilib qo'ysangiz va odamlar "Pashol von" desa, men alam qilyapti-da ich-ichimdan. Pashol von, o'zi $20 pul sarflash kelmaydi o'zini bilimiga, ilmiga. Shundan ortiq xalqni o'ylamaslik nima bo'ladi? Ana xalqni o'ylamayotgan ekanman. Bo'ylaringiz bilan gaplashaman. Nima qildim men xalqni o'ylamasdan? Masalan, shamol elektr stansiyasi qurilyapti. Toki davlatimizga keladimi? Ya'ni inson xalqimizga keladimi? Sizlarga
Biladimi? Yoki manga boradim, mani uyga boradim, 500 megawatt. Buxoroni faqat tok bilan ta'minlaydigan qilyapman. Toshkentni tok bilan ta'minlaydigan qilaman. O'sha Bektemir tumanida 100 megawattlik, 100 megawatt o'sha shamol elektr stansiyasini ushlaydigan batarey storage, ya'ni batareyalar o'rnatyapman. Nima uchun? O'zbekiston uchun-ku, Qirg'izistondan takliflar bo'lgan, O'zbekistonga qilyapman-ku. Xalqni o'ylab ilm beryapman, lekin $20 shuncha harakat qilyapman, bir qadam qo'yish kerakmi? Bir qadam, hachabi bir qadam harakat qilib ko'rish kerakmi? Hachabi 6 oy o'qib o'zgarmasangiz aytyapman. Keling, ayting o'zgarmadim deng. Ana shu aytganlaringni qildim, lekin o'zgarmadim deng. 6 oy hachabi deyapman. Bu yerda jamiyatni qurishdan asosiy maqsad nima? Dinamishlikdan, ya'ni birga fikrlaydigan insonlarni bir joyda jamlash. Kriptovalyuta nimaligini tushunasizlar. Ertaga dunyo o'zgaryapti. Raqamli iqtisodiyot kirib kelyapti. Raqamli telefon raqamlashdi-ku, pul ham raqamlashyapti. O'sha vaqtga tayyor bo'lasizlar. Boshqalardan ko'ra tayyor bo'lasizlar. Bu sizga imkoniyat, boshqalarda yo'q bunaqa imkoniyat. Hattoki mana o'zi quloq solmayotganlardir bordi. Siz shu efirda o'tiribsizmi? Sizga Xudo shu narsani keltirib beryapti. Siz o'zingiz tanlamayapsizmi? Siz o'zingiz tanlamayapsizmi shu narsani? Shuncha narsadan keyin Allohni ayblab, meni ayblab bo'lmaydi, keyin ayblamang Allohni. Menga bermading demang. Birta inson cho'kayotganda oldiga ikkita kema kelyapti. So'rar ekanki, chiqasanmi? Qutqaramiz desa, yo'q, mana Alloh qutqarar ekan degan. Keyin o'libdi. Keyin Allohga aytibdiki, nima uchun meni qutqarmading desa, ahmoq, sana oldingda ikkita kema yubordim. Sabab bo'ladi-da, sabab. Alloh meni sababchi qilyapti. Men sabab bo'lgandan xursandman, lekin siz harakat qilmasangiz. Men murabbiy bo'lsam, sizga boksni o'rgatsam, lekin oxir-oqibat ringga chiqib urushadigan siz, hayotda yashaydigan siz, men sizni o'rningizdan chiqib urushib bilmayman-ku. Men maksimum qo'limdan kelganini qilyapman. IT mutaxassislarini hammani pulini berib qildiryapman shuncha narsani. $20 dedim. Men lekin aytyapman, bu oydan tradingni darslarini men sizlarga ko'rsataman o'zi. Men sizlarga trading darslarini ko'rsataman. Hozir trading daftarı qayerda qoldi endi? 1 daqiqa. Men sizlarga trading darslarini ko'rsatmoqchiman. Xo'p, qarashlaringiz mumkin. 1 daqiqa. Qaranglar. Bu yerda onlayn darslar bo'ladi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Onlayn darslarni hozir men sizlarga ko'rsataman. Qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? General bo'limida Trading Now'dan dars bor ana. 14 minut. Trading View dars berilgan. Bozor strukturasi 1, 2, 3, 4. Ko'ryapsizlarmi nechta dars bor? Supply demand. Ko'ryapsizlarmi nechta dars bor? Inducement. Ko'ryapsizlarmi nechta dars bor? Boz shoch. Ko'ryapsizlarmi nechta dars bor? Liquidity. Ketdi bu, shuncha darslar bor. Order flow darslar. Nechta dars bor? Ko'ryapsizlarmi? Order blokka darslar bor. Order block, pastga ketamiz. Point of interest. Nechta dars bor? Nechta dars bor? Nechta dars bor? Qaranglar, nechta dars bor? Nechta dars bor ana? 1, 2, 3 ta. Varonka nima? Varonka tushuntirib berilgan. Qo'shimcha darslar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ana endi menga ayting.
Ayting, onasiz shuncha dars berilyapti. Bu faqat trading, kriptovalyuta bor bu yerda. Bu yerda finans bor. Man dars berganman. $20 man hayotimda kelib $10,000 oldimga beraman deganman, dars o'tmayman deganman. Nima uchun? Chunki meni vaqtim yo'q, lekin hammaga manfaatli bo'lishi uchun qilyapman. Chunki Instagramda, Telegramda yozib mana shu yoqqa keladi-ku insonlar. Menga dars bering, ilm bering, motivatsiya berasiz, lekin hech narsani o'rgatmaysiz deydi. Ana bittasi chiqib aytdi, men trader deb bilmayman, sizni faqat motivatsiya berasiz dedi. Keldi, ko'rdi, shok bo'ldi. Bugun keldi, kecha keldi, shok bo'ldi. Aka, bunaqa men trader ko'rmaganman. Ammo mashinniklarni Toshkentda ko'rib yurgan. Aka deyapti, shokman deyapti. Kripto ekspert emasmisiz? Pinning kimniki? Pinning мировой уровеньдagi kompaniya kimniki? Yana Solar Power Shine. Bilasizlar? Solar Power Shine kimniki? Hozirlar ko'rsataman shuni ham. Wind and Solar Power Shine. Dot. Shuncha mehnat qilinyapti do'stlar. Shuncha mehnat, qadrlanglar. Bizda saviyamiz unchalik past emas deb o'ylasdim. Inson olayotgan narsasini baholashi kerak. Olayotgan narsangiz, berayotgan narsangizdan juda katta. Siz bir oyda har oy jentra yutib olishingiz mumkin. Har oy investitsiya pul yutib olishingiz mumkin. Pul investitsiya mandan biznesingiz uchun investitsiya yutib olishingiz mumkin. Nahotki o'zingizga ishonmasangiz. Nahotki o'zingizga ishonmasangiz shu darajada. Nima u $20 shuncha mehnatni oldiga? Ya'ni siz bilasizmi? Xuddi bir $1000 narsani yoki 2000 yoki $3000 narsani $20 ga olayotgandaysiz. Men aytyapman, men har kim bilan o'tirib, rostdan bu kibr emas bu vaqt masalasi. Men har kimni o'tirib dars berib, buni qilib o'tirmayman men. Любой kishi oldimga kelsa, любой kishi bilan tushuntirganman. Men degan eksperti bilan. Toshkentda nechtasi ochilgandi, Maspower, bir balo batar treyderlar bo'ladi. Yo'qolib ketdi-ku. Yo'qolib ketdi. Mashinnikligini tushunasizlar. Qimmat kurslarni olasizlar, lekin inson sizlarga yordam qilmoqchi bo'lsa, uni ham o'ylaysizlarki, bizani aldamoqchi. Ya'ni ichingizdan bu-ku, ichingizdan o'zgarishga xohishi yo'q. Shuncha narsani qilyapti, inson yuzdan ko'rinadi qanaqaligi. Onasi ham mashinning yuzdan ko'rinadi. Qalblaringizga quloq solinglar, onasi ham. Ishonmasanglar, ishonmanglar menga. Menga kerak emas. Lishni gapirib o'tirmanglar. Tamam, prosta chiqib ketinglar, menga kerak emas. Lekin eslatib qo'yay. Men bu oydan, ya'ni 2 oydan keyin shu qilgan insonlarning boshqasi bu qadrlanmayaptimi? Ya'ni kiryapti odamlar yana ko'rmayapti. $50 qilib qo'yaman. Yana qadrlanmayaptimi? Yana o'sadi. O'sha uchun kim kirsa o'zi biladi. Lekin aytib qo'yapman, keyingi oylardan, ya'ni 1 oydan keyin yoki maksimum 2 oydan keyin $49 bo'ladi. Chunki sizlar tasavvur qilmaysizlar qancha pul berilyapti bu yerda. Qancha pul berilyapti. Har oy mashina olib berishim kerak. Har oy investitsiya berishim kerak men. Sizlar tushuninglar, men qaranglar, bitta narsani qilyapman, undan zararga kirib ketyapman. Keyin men fokusim qochadi-ku. Nima kerak fokus qilishim bunga deyman. Bu psixologiya, bu ong osti shunaqa ishlaydi. Ong osti shunaqa ishlaydi. Meni joyimda siz ham bo'lardingiz, kimdirdir saviyasi yetmayapti. Kimdir hozir gapiryapman, saviyasi pastdir, qabul qilib bilmayotgandir. Bu meni aybim emas. No. Tushunayotgan insonlar, men o'ylayman ko'pchilik kishi tushunyapti. O'zlaringizga savol berib ko'ringlar. O'zlaringizga shu inson to'g'ri qilyapti-ku, shu qiymat berilayotgani, bu sizni jiddiyligingizni ko'rish. Pul berdingizmi, o'qiysiz. O'sha uchun aytdim, keldi aytdi, aka $100 qilaylik buni. $100 bu kam pul. O'ntalab kurs beryapsiz, o'zingiz dars beryapsiz, fokusni tushuntiryapsiz, biznesni tushuntiryapsiz, pulni qanday boshqarishni tushuntiryapsiz, tezlik nima tushuntiryapsiz, time management nima tushuntiryapsiz, fizический holatingizni tushuntiryapsiz, networkingni tushuntiryapsiz, liderlikni tushuntiryapsiz. U yerda palatina hammasi 30 talab dars beryapsiz, boshqalar dars beryapti. 5 talab videograf ishlayapti, AI mutaxassislar ishlayapti, aytishniklar ishlayapti.
Adminlar ishlayapti. 30 kishidan ortiq kishiga pul beryapsiz. Har oy $50,000 pul beryapsiz insonlarga. Stavka, ishchilarga $50,000 ortiq pul beryapsiz. $100 qiling aka deyapti, prodyuserlar kelib. Yo'q deyapman. Yo'q, shu insonlar uchun bo'lsin deyapman. O'zlaringiz bilasizlar. Bu yog'i o'zlaringizga havola. Assalomu alaykum. Hech qo'shilmaslik bu sizning ixtiyoringiz, meniki emas. Shuncha narsani beryapman, oxirgi qaror sizdan. Oxirgi qaror sizdan. Mendan emas. Men shuncha narsani qilib berdim. Men murabbiy sifatida sizga boksni o'rgatmoqchiman. Oxir oqibat siz chiqib urushasiz, men emas. Oxirgi gapim, erkak emasman agar shu sizlarni aldab nimadirlar. Men faqat shu ich-ichimdan insonlarni uyg'otsa, insonlar shu bir kun kelib mana shu cho'l qo'nayotgan va Abdulla Qodir aytgan deydi-ku, millatni o'ylagan, insonlarni o'ylagan, Abdurahmon o'tgan deyishini istayman men farzandlarim uchun. Menda alhamdulillah men bitta dakasat qilib berganman. Luboy mashinam o'zim olganman, kurs sotmasdan, tema qilmasdan. Luboy uyimni, luboy narsamni Allohga shukr, meni otam qo'ymaydi. Meni otam harom narsa olib kelsam, "Yolnangni" deydi. Nagli, men shunaqa otamman. Yo'qolib yo'qdan deydi. Meni hozir ham otam pulim uchun uvajat qilib bunaqa qilmaydi. Meni bacham to'g'ri ishla deydi. To'g'ri non top, to'g'ri rizq top deydi. To'g'ri inson bo'l deydi. Men bilaman o'zi bitta tema qilib, bitta kim nimalar qilib 2 million, 3 million, 4 million, 5 million dollarlar ishlashim mumkin. Lekin men qilmayman. Men konteyner sotaman-ku, men konteyner sotaman. 2 million dollar. Men 48 ta konteyner sotganman. 48 ta. 48 ta konteyner sotilgan men tomonimdan. O'zimiz Toshkentlik akalar, ana Buxorolik akalar olgan. Hammasi men normal foyda qilaman, ishlayman desam, lekin ularni ham aldamaganman. Aldasam-ku bo'ladi-ku, aka buncha foyda qilasiz. Men konkret aytganman, biznes tushuntirganman, o'zi ishlagan hammasi. Men o'zim ishlagan, meni uvajat qiladigan o'zi biladi kimligimni. Men biron kishini oldida boshimni egmaganman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson zoti, men aytaman, ana noto'g'ri tushunmang, lekin inson zoti, xod kim bo'lsin, boshimni egmaganman. Allohning oldida bosh egiladi, tamom. Men bir kishidan harom luqma yeb qo'ysam, uni oldida boshim egiladi men. Men istamayman shu narsani. Men o'zimni ichimdagi gaplarni aytdim. Assalomu alaykum.